Namanganda fojia yuz berdi. Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Namanganda 16 yoshli qiz mashina haydab onasi va singlisining o'limiga sabab bo'ldi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida fuqaro o'zining boshqaruvidagi Spark mashinasini hali voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan 16 yoshli qiziga ishonib topshirgan. Haydovchining o'rniga qizi old o'rindiqqa o'zi o'tirgan. Orqa o'rindiqda esa qizning onasi va 10 yoshli singlisi bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz mashinani boshqarib ketayotgan vaqtda yo'lning xavfli burilish qismidan o'ng tomonga burilayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotgan va Andijon kanaliga tushib ketgan. Hodisa sabab orqa o'rindiqda bo'lgan ona va kichik qizalog'i nafas yo'liga suv tiqilishi sabab vafot etgan. Mashina boshqargan qiz va uning dadasi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ota-onalar ogoh bo'ling, voyaga yetmagan farzandingizga mashina kalitini aslo bera ko'rmang. Tezkor va so'nggi rasmiy xabarlarni bizning rasmiy xabarlar olami kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.